O'tgan kunlardan boshlab, o'tgan kunlarni har yili xatm qilsizdan bo'ladi. Men shuni tarafdoriman. O'tgan kunlarni o'zini har kuni, har yili bitta xatm qilaverish kerak. Aylantirib. O'ta so'zlari boy va biz haqiqiy o'zimizni tilimiz o'sh. Keyin o'rus kirib buzgan, qo'pollashtirgan biz tilimiz. Biz tilimiz o'ta ham nafis, o'ta ham daqiq va madaniyatimiz o'ta ham oliy bo'lgan. O'tgan kunlarni qaytib o'qing, lug'atini oling, madaniyatini oling, qaytib o'qing. Bizning milliyligimiz, asli tabiatimiz o'sha. Tilimiz asli tabiati ham o'sha. Demak Rasul akram alayhissalatu vassalom o'sha Banu Sa'dda tilim chiqqan deyaptilar. Biz ham o'zimizni avlodimizni tilini ana shunday chiqarishimiz kerak. O'zingizni sevingiz mayli, gaplashasiz, lekin bola adabiy tilda gapira olsin.